Agar sizda artrit, artroz, suyak kemirish bilan bog'liq kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, operatsiya qilishga shoshmayotgan bo'lsangiz, men sizga Germaniya mahsuloti bo'lgan Bialronni tavsiya qilaman. Bialron tarkibida gialuronka va xondraitin sulfat bor. Xondraitin sulfat bu suyaklarni tiklashga yordam beradi. Gialuronka o'sha bo'g'inlar orasidagi so'rilib ketgan sinovial suyuqlikni tiklashga yordam beradi, ya'ni jidqisni tiklashga yordam beradi. Umuman olganda gialuronkani bugungi kunda ayollarimiz yosharishi, yuzlariga inyeksiya shaklida olishadi yoki o'sha bo'g'imlar orasiga inyeksiya shaklida olishadi. Bialronni 1 kunlik dozasi 30 ml o'zining stakanda bo'ladi. Mana shu uni o'zida siz 18 ta inyeksiya uni o'rnini bosadigan, общий 1 oyligida siz 540 ta inyeksiya ukolni o'rnini bosadigan gialuronka ichasiz. Bu mahsulotimizdan bugungi kunda juda ham ko'plab natijalar bor. Butun dunyo bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. O'zbekistonda ham mahsulot ofitsial ro'yxatdan o'tgan, halol sertifikatga ega, 100% oqsil hisoblanadi. Tarkibida soya yo'q, ximikat yo'q. Bemalol suyak kasalliklari uchun olib iste'mol qilsangiz bo'ladi.